Ozan aytsammi? Pastga o'tiring siz, mana yerda o'tiring siz. O'tirsangiz ko'rinadi. Mana, hozir. Ikon chalashini bitta gulga. Bu masjiddagi Xudoning mo'jizasi. Polni mana ochilish marosimi bo'laydi. Gulding nomasham gul. Nomasham gulni ochilishi mana. Marosimi, ha. Ana ochilayapti mana. Shu qishloqdoshlarga tashlab qo'yasizlar. Eng zo'r masjidda eng zo'r trenddagi gul bu. Mana qarab ochilishi. Ha, qaranglar. Hozir qarab turinglar, mana trendda mana tashlab yuboramiz. Hozir ozon aytadi, ozon aytgandan keyin ana hozir ko'rasizlar, ana ochiladi hozir mana. Ozon eshityapti bu gul. Qaranglar. Ana ozonni eshitdimi? Ana endi qaranglar. Qaranglar. Uni tashab qo'yasiz, mana qarang. Endi shunaqang ana Xudoning karamatini qarang. Mana quloqchasini yozdi. Ana ozonni eshitayotgan bu gulni qarang. Bu Xudoning ishini qarang buning. Gul uyg'onyapti. Sen uyg'onmaysan. Qishloqdoshlarga chaparachi gruppasiga tashab qo'yasiz. Rahmat, mana ertaga kelasizlar, yana shomda gul ochilishini yana ko'rsatamiz sizlarga. Bu narsaga bu hayitlaringiz bilan muborak bo'lsin. Bu narsaga juda e'tiborda qolingizlar. Ha. Rahmat, jonli ko'rasizlar ertaga shomga kelsalaringiz. Mana bizning Mana ona qo'rak, sahranit qo'rak. Men bilmayman. Ha? Telefon o'zi saqla. Keling. Bo'lmi? Kim telefonimi?